Hammaga xayrli kun. Bugun yana sizlar sevgan Osli proyektimda mani подписчицам bilan Safiyechka bilan bugun ikkita obraz tanlab beraman. Ularga ko'ramiz, qani ularga yarashadimi, yo'qmi? Qani ketdik. Safiyaning tipajlari soft gaming bo'lib, yumshoq yuz shakllari noziklikni ifoda qiladi. Men bu nozik inson uchun gaming tipajiga qarama-qarshi uslublarni tanladim. Keskin bichimli va neytral rangdagi obrazlarni eksperiment qildim. Bu obrazlarni o'qishga, ishga, kiyish ayni muddao deb tasdiqladim. Ikkinchi obrazlarni ayni tipajlardan kelib chiqib, yumshoqlik, nozik, tiniq ranglar va romantikani uyg'unlashtirdim. Hozir urfda bo'lgan kalta trench bilan atlas yubkani birgalikdagi uyg'unligi obrazni kechki sayrdan tortib to ishgacha to'g'ri tanlov deb topdim. Bu obrazlarni kapsulli garderob va baza sifatida olib qo'yishni tavsiya beraman. Mana bugun Safiyechkaga ikkita obraz tanladik. Ularni tipajlariga, batonlariga mos qilib tanladik. Endi baho berish sizlardan xolos, o'zlarining fikrlarini so'raymiz. Qaysisiga yoqdi Safiyechka? To'g'risi tanlamadim, chunki ikkalasi ham juda ham chiroyli. Yoqdimi? Ikkalasi ham yoqdi. Молодец. Sizga ikkalasi ham yarashdi. Kelajakda shu stilda, shu yo'nalishda bemalol kiysangiz bo'ladi. Rahmat.